Assalomu alaykum yurtdoshlar. Hop, bugun Port Square proyekti haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Bu proyekt Port Rashidda qurilyapti, Element quruvchi tarafidan olib borilmoqda hozirda. Hop, mana ko'rib turganlaridek mana shu proyekt lokatsiyasi jihatdan juda ham qulay joyda joylashgan. Mana Dubai Gold Souk'ga juda ham yaqin, 5 minut yetiladi. Dubai aeroportiga 10 minutlik yo'l va Dubai downtownga ham 10 minutlik yo'l. Lokatsiya jihatdan juda ham yaxshi. Kelar kartada ko'rib chiqamiz. Xo'p, mana bu Dubai xaritasi, Dubai aeroporti, downtown, mana Palma va Marina va bu joy mana shu joyda joylashgan. Ko'rayotganingizdek 10 minutlik downtownga, aeroportga, 15 minut downtownga va 20-25 minut Marinaga yetib borilsa bo'ladi. Xo'p, mana yaqinlashtirib ko'ramiz. Xo'p, qisqacha bu rayonda umumiy hammasi Imar quruvchi tarafdan qurilmoqda va faqatgina Ellington quruvchisigina shu joyda proyekt qurishga ruxsat berilgan. Bu degani Ellington quruvchisiga berilgan ishonch va ularga yetkazib bera oladigan sifatga bo'lgan ishonchni ko'rsatadi. Xo'p, lokatsiya jihatdan ko'rayotganingizdek Alfa Hadi metro stansiyasiga yaqin, Gold Souk'ga yaqin, Dubai Old City'ga yaqin va bu yerda Dubai muzeyi ham bor. Xo'p, mana bu yerda Dubai Frame bor. Mana bu yerdan ochiq downtown ham ko'rinib turiladi. Uni yaqinlashtirib ko'ramiz. Xo'p, mana bu uchastka Ellingtonga tegishli. Xo'p, bu yondagi zdaniyalar G+2. Bunisi G+17 etajdan iborat bo'ladi. Bu degani ochiq vidlik, Marinaga to'liq vid qarab turiladi va bu tarafdan shaharga ham bemalol ko'rib turiladigan ochiq vidli proyekt hisoblanadi. Bu proyekt haqida yaxshiroq ko'ramiz. Mana ko'rayotganlaridek studiyalardan 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroomli apartamentlar, ya'ni kvartiralar va 4 bedroom penthouselardan iborat bo'ladi. Ground floor, podium level va 16 etajdan iborat bo'ladigan proyekt. 3 ta zdaniyadan iborat bo'ladi, binodan. Mana ko'rayotganlaridek bino 1, 2, 3. Mana birinchi etajda juda ham ko'p qulayliklari bor. Undan tashqari qulayliklar uchun pavilyon ham bor. Bu juda ham ajoyib konsept. Bu yerda umumiy 408 ta kvartira bo'ladi, umumiy hammasida. Xo'p, mana bu renderlari, mana bir qancha proyekt qulayliklardan iborat. Mana shu pavilyon bir necha etajdan iborat bo'ladi qavatdan va bir qancha qulayliklardan iborat bo'ladi buning ichida ham. Buni hozir ko'rib chiqamiz. Xo'p, mana renderlari. Xo'p, mana bu umumiy planirovkasi. Mana ko'rayotganlaridek, bu alohida har bitta bino uchun alohida kirish, bundan tashqari uni pavilyon uchun ham alohida kirish bo'ladi. Bu narsalar birinchi etajda joylashgan. Ko'rayotganlaridek mana basseynlar, yugurish zonalari, tashqi gym, bolalar o'ynaydigan joy, mana yashil zonalardan iborat. Shu daraxtlardan mana bu yerda katta yashil zona bor. Mana bu yerda sunbedlar iborat, mana dam oladiganlar uchun. Yana nima? Ko'p mana bolalar basseynlari va boshqalardan iborat bo'ladi. Xo'p, bu pavilyonda planirovkasi, bu haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. 4 etajdan iborat bo'ladi. Mana bu yerda kirish, reception va bu yerda dam oladigan xonasi, bu yerda ko'proq o'yinlar bo'ladi, bilyard zonalari, haligi arcade games shunga o'xshash. Xo'p, bu yerda lifti bor va plus spiralsimon anaqadan iborat. Zinapoyadan iborat. Xo'p, bu birinchi etajga chiqilganda mana bu yerda bolalar o'ynaydigan zonasi, erkaklar va ayollar kiyim almashtiradigan xonalari, yoga room. Xo'p, mana bu yerda ayollar va erkaklar uchun alohida steam room, sauna room va aromaterapiya xonalaridan iborat bo'ladi va issiq va sovuq vannalardan iborat. Xo'p, bundan ham tepaga chiqiladigan bo'lsa, bu yerda sport zal, buni aytadigan bo'lsak, kerakli hamma qulayliklardan iborat bo'ladi. Agar undan tepaga chiqiladigan bo'lsa, bu yerda endi dam olish zonasi desak bo'ladi. Masalan, shu o'tiradigan sofalar, o'ynaydigan tablelar va bardan iborat va birinchi etajdagi qulayliklardan aloqa qiladigan yo'lakchasi bo'ladi. Ya'ni to'g'ri shetdan chiqsa yoki o'sha yerga tushsa bo'ladigan xonasidan iborat. Bu endi renderlari. Ko'rayotganlaridek, mana shu spa, bolalar o'ynaydigan joylari,
mana bu sport zal va uni tepasidagi yaxshi dam olish zonasi. Xo'p, bu studiyada planirovkasi, mana kirish, mana oshxona, mana yerda kirmoshni uchun xona, sanuzel, yotoqxona va balkon. Bu mana bir bedrumli planirovkasi, kirish, oshxona, mehmonxona, balkon, bu yerda общий sanuzel va bu yerda yotoqxona, o'zining garderobi bilan va o'zining sanuzeli bilan birga. Xo'p, mana bu ikki xonalilarda planirovkasi, mana kirish, oshxona, mehmonxona va ikki tarafda ko'rayotganinglardek. Bu yerdan kirish va bu yerdan kirish, ikki tarafda ikkita yotoqxona o'zining sanuzellari bilan birga. Общий sanuzel, kirish xonasi, yotoqxona, garderob va o'zining sanuzeli, va yerda ham yotoqxona, garderob va o'zining sanuzelidan iborat. Ko'rib turganinglardek, xo'p, bu endi 2 bedroom plus study, ya'ni kirish, oshxona, mehmonxona, balkon, bu yerda mana общий sanuzel, study room o'zini sanuzeli bilan birga, bu yerda bitta yotoqxona o'zini sanuzeli bilan birga va bu yerda katta yotoqxona o'zini garderobi va sanuzeli bilan birga. Xo'p, bu endi 3 bedroomlik apartament, 3 ta yotoqxonalik. Bu yerdan kirish, mana oshxona, mehmonxona, balkon. Bu yerda mana общий sanuzel, study plus o'zini sanuzeli bilan birga. Bu mana bu yerda endi 3 ta alohida yotoqxonalar o'zini garderoblari va sanuzeli bilan birga. Bunisi ikkinchi yotoqxona o'zining garderobi va sanuzeli bilan birga va bunisi uchinchi yotoqxona o'zining garderobi va sanuzeli bilan birga. Xo'p, endi bu penthouse 4 ta yotoqxonalik. Bular 2 ta etajdan iborat bo'ladi. 15-etaj va 16-etajlarda joylashgan. Ko'rayotganinglardek, kirish 15-etajdan, kirganingizda o'ng qo'lda общий sanuzel bor va tepaga olib chiqadigan zinapoya bor. Xo'p, kirganinglarda katta mehmonxona, kitchen, ya'ni oshxona, study plus baz va bu yerda asosiy yotoqxona bor. O'zining garderobi, katta sanuzel bilan iborat va ko'rayotganingdek o'zining vannasidan ham iborat bo'ladi. Xo'p, balkonlardan iborat. Xo'p, o'ziga xos narsasi mana zinapoya bilan tepaga chiqilganda, mana bu yer ochiqlik. Ya'ni mana shu joy katta 2 qavatlik ochiq maydon bo'ladi aytadigan bo'lsak. Bu tepaga chiqilganda umumiy mana koridor, yotoqxonalar o'zining sanuzellari bilan birga va garderoblari bilan birga va oxirida yana bitta katta yotoqxona o'zining garderob va sanuzellaridan iborat bo'ladi. Proyekt juda ham chiroyli qurilgan, dizaynlari jihatdan bu mana renderlarini ko'rib turibsizlar. Bu mehmonxona va oshxonalarda qanday ko'rinishi, mana bu yotoqxonalarda qanday bo'lishi, sanuzullarda qanday bo'lishi. Xo'p, deyotgan penthouselar faqatgina shu 15-16-etajlardagina bo'ladi xolos. Ko'rib turganinglardek, marinaga ochiq vidli bo'ladi va orqa tarafdan shaharga ham ochiq vidli bo'ladi. Proyekt juda ham qulay, juda ajoyib yaxshi planirovka qilingan. Buncha qulayliklari bilan bu narxlarda suvga qaragan proyektlar bo'yicha topda desam bo'ladi. Xo'p, Ellington quruvchisi 70 ga 80 plan oplatasini taklif qilmoqda. Ya'ni 70% qurilish davomida, 30% uy topshirilayotganda. Xo'p, proyekt haqida qisqacha ma'lumot shu. Sizlarga ma'qul bo'lgan umidamiz. Kanalimizga a'zo bo'linglar. Savollar bo'lsa aloqaga chiqinglar. Rahmat katta.